Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Bugun sizlarga mana shunaqangi chiroyli bo'lgan romashkali tortimizni tayyorlab ko'rsatamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Oq kremimizni konditerskiy meshokka solib, uchini qaychi yordamida kesib, mana shunaqangi chiroyli bo'lgan romashkachalarni chiqarib olamiz. Oshxona toza pinseti yordamida kulchalarimiz ustiga durchalarni qo'yib olamiz. Bu ish qo'lda qilsanglar ham bo'ladi, lekin men pinsetdan foydalandim. Qolganlarini qo'l yordamida har joylarga dekoratsiya uchun qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Va yana pinset yordamida mastikali romashkachalarimizni qo'yib oldim. Uy sharoitida